Uyg'ur yozuvchisi Jaloliddin Bahramning Şinjan Xalq nashriyati tarafidan nashr qilingan Omad va Ofat nomli romani. Bu roman Biluq shirkatida ovozga ilinib, Biluq to'rda anlatildi. Yarbor bolaning aksi doktor yezib bergan qog'ozni ko'tarib, doktorxonada yetish rasmiyati bejarish birimiga keldi. Kasır ayol qog'ozni ko'ribla 10 ming so'm topshirishni aytdi. Nima qilarini bilmay, garangni do'qagan yigit tez ko'rish birimiga qaytib kelib, qadrdonga yelinguncha yig'lab soldi. Siz bu xo'jalikkansiz. Men xo'janga borganda uyim bilan qaytiray. Bir oz qarz yutdingiz. Yeningizda qancha pul bor? 3 ming so'mdek pul bor. Uni berversiniz, mehmonxonaga, tamoqqa, hukumingizni beqishga pulni nereden topsiz? Yurma. Qadrdon yigitni boshlab chiqib ketdi. Aras, etingiz nima? Qaramamsiz. Oshkasi iymon qechibdi deb ismimni deyishni unutibdimi? Yigit yuzdirdan eqiyotgan terlarini shapaq to'pisida surtmoqda edi. Mening ismim Rajab emin. Ukamning ismi Rahim emin. Qadrdon yenidan 10 ming so'm pulni sanab kasirga topshirdi. Ular balus rasmiyatini o'tab bo'lishi. Doktorlar balını operatsiya havzasiga yetkazib, operatsiya bo'limiga elib kirib ketdi. O'ziga ish tepib olgan Qadrdon Rajab Emin bilan operatsiya bo'lim oldidagi o'rindiqda o'tirib, Rahim Eminni saqlamoqda edi. Sizni xazin o'zi avatib berdi, dedi Rajab Emin yig'lamsirab. Bo'lmasa, ukamning uyiga o'tib ketgan bo'ladi. Ota-onamga nima deydi? Bo'ldi. Ko'nglingizni buzmang. Doktorlarda ishonch bo'lmasa, operatsiya qilamiz, balnisni yaso'ni deb yurmaydi. O'slaysiz. Rajab Eminning ko'zlari qizirib ketgan edi. Ras, sizning ismingizni, nima ish qilganligingizni so'ramabman desa? İsmim Qadrdon. Men sizga o'xshash tijoratchi. Qadrdon to'zit qilib o'tirmadi. Shanxayga malga mangan. Bo'ldi tunishlar bo'lg'ashqa, ko'rishib o'tib ketay deb yo'lda tushib qolgan. Endi 10 ming so'm pulingizni doktorxonaga beryaptingiz. Bir necha kun turib pasingizga sarxil qoshtishi bor edi. Arzon bo'lsa setib, pulingizni beryapgan bo'lsa. Bo'ldi, xijil bo'lmang. Yomon kelsa, meni azroq olaman shu. Xotandakiyadan shikirga kelgan odam ozmol olsa, chiqim ko'taramdi. Odam taptidan bilinur degandek, Rajab Eminning chiroyidan oq ko'ngilligi chiqib turadi. Hukam salli ho'shilki olsa, sayvranglik bir suzuk qochtishi bor-da. Kam deganda 60-70 ming so'm sotqi bo'ladi. Shuni elishib setib, sizni rozi qilsam bo'lamdi. Voy, oncha o'la tanik tatmang. Sizning beshingizga kun kelgan bo'lsa. Shundaqdimi, sizdek jenimga jon qo'shgan birodarimni ziyonga dastasam, Xudo ravo ko'rami? Ular koridordagi o'rindiqda o'tirib, kech kirib ketdi. Bir chog'da doktor sestralar butun badan tengilgan. Og'zi burunlarga so'lov maychalar tiqilgan Rahim Eminni ep chiqib, ko'ztush uyiga elib kirib ketdi. Bu oyda operatsiya qilingan bemorlarni doktor sestralar kech kunduz kuzatdi. Operatsiya bo'limining xodimlaridan boshqa odamlarni hargiz kirgizmaydi. Shuni boshvarash. Hukumingizni balnisga o'tkazganda qo'nib qarsangiz bo'ladi. Hozircha yotqiningizning telefon nomerini qoldirib qo'yib, qaytib keting, deb uqtirdi. Qadrdon Varashning gaplarini to'liq tarjima qilib bergandan keyin Rajab Eminni urushib bir nima deyolmadi. Ular sirtga chiqdi. Qadrdon Rajab Eminni oshxonaga akirib mehmon qildi.
bu sadda yigit Qadrdonning mehmon do'stligidan ta'sirlanib, ko'zlaridan taramlab yosh to'kdi. Agar oddiy ko'rsangiz, bizning yotoqda yetib qolsangiz, dedi Rajab Emin. Ukamning karvati bekor turdi. Pulni to'lab qo'ygan. Rajab Emin bilan Rahim Emin aka ukalarning tushgan yotiqi bir shaxsiyning uylari edi. Uylarning cho'ng kichikligiga qarab 2 kishilik, 4 kishilik karvat qo'yilgan edi. Undan boshqa balxonliq temir karvatlar bo'lib, o'xshashlar uylarda 8 odam yotadi. Ammo uning bahosi boshqalardan arzon edi. Aka ukalar Xotandan elib kelgan qoshtashidan ansirgan muqandaq. Ular 2 karvat qo'yilgan maxsus uyda yotadi. Rajab Emin o'xshamagan qo'timi sanduqlarga qachilangan 4 dona cho'ng qoshtashini ko'rsatdi. Ular seriq, oq, suz qo'ng'ir ranglarda bo'lib, cho'ngi odatdagi tovuzdek, kichigi cho'ng chilgidek edi. Qoshtashlarning ichidagi sayvi ranglik bir qoshtashiga Qadrdonning ko'zi tushib qoldi. U intayin so'zuk va pokiz edi. Sizmi xo'talik bo'lg'asqa qoshtashini taniydi ekansiz. Naqshilarimizda qoshtashining ichida sayvi rangligi dongli deb madihlinda emasmi? Rajab Emin qoshtashini aylantirdi. Qarang, buning na dazi yoki deg'i yo'q. Men sizga eng arzon sotsam 60-70 mingga oladi deganim mushtash shu. Undaq bo'lsa, men ta'limni bir sinab boqay, dedi Qadrdon kulib turib. Ma'ni setib bering. Lekin mening undaq ko'p pulim yo'q. Amsa, boy degan bahoning yarmini bering. O'chqaraqda. Bugungi qilgan yaxshiliklarimiz uchun sizga bekorga bersam arziydi. Rajab Emin bek hissiyatli odammi nima? Ko'zlari osonli yosh bilan to'ladi. Lekin doktorxonaga yana pul ketgidek bo'lsa, ikki yanimga qarab qoldik-mi? Shunga 35 mingni bering. Qadrdon 3 bog'lam pulni chiqarib karvatga tashildi. Chunki u ko'z tushgan bu qoshtashini ko'ngilda musallab bo'lgan edi. Sizmi jafo chekib akaning tutoq ziyon tatma. Teshingiz 40 ming so'm bo'ldi. Deganingizdan yana 5 mingni ortiq berdi. Rahmat sizga. Tarishdek odam ekansiz. Rajab Emin Qadrdonning qo'lini chim siqib turib bir hazona silkadi. Xotanga borgandan keyin men sizni cho'qim izlayman. Qadrdon elchisi atigan chaqqong'ina qo'tini yeshikka qochlangan qoshtashini ko'tarib poyezd stansiyasiga keldi. U Rajab Eminning maslahati bo'yicha Soju qoshtashi hunar san'at o'yinchiligi shirkatiga berishni niyat qilganisi. Endi Shanxayga berib mol elishning hojati qilmagan edi. U shu kunlar tushdan keyingi poyezd bilan yo'lga chiqdi. Bangburdan qo'zg'algan poyezd Shanxayga 2 soat atrofida yetib borgandan keyin Sojuga 50 minut qolmay kirdi. Qadrdon poyezd stansiyasining taksiga tushib, şoförge adresini dep berdi. O birdenbire Soju qoshtashi hunar san'at o'yinchiligi shirkatiga olib qo'ydi. Shirkatning kasbiy tekshirish bo'limidagi yashangan bir ayol bilan 40 yoshlar atrofidagi bir toshni o'rib ko'rib ko'rishdi. Ular bahosini so'rgan edi. O ikkisining chiroyidagi mamnunlikni ko'rgan Qadrdon qo'rqmayla 180 ming deb baho qo'ydi. Ular Qadrdonning qo'liga bir isbotnoma yozib berib, ayt kelishni aytdi. Qadrdon shaxsiylarning arzon mehmonxonalarining birida yetib, aytchi atigani kelganda, to'niyinki yashangan ayol qoshtashining texniklik bilimining tekshirishidan o'tib, bahosi 110 ming so'm bekitilganligini uqtirdi. Bahoga qo'shilsangiz, rasmiyat bejerib beramiz, dedi yashangan ayol. Agar qo'shilmasangiz, boshqa yerlarga olib beqing. Qadrdon qoshtashiga paylamagan qiyofatda
Boptu. Ben bunun yeni nelerdi götürüp yürüyemem, dedi. Qadrdon, gerçi 2-3 gün içidir. 70 ming so'm foydaga erishgan bo'lsa-mu, yanala ko'ngli xira edi. Uning anxuy benbug'i ketkishi kipil turardi. Xuddi bu qatim bo'lsa, o'g'lini tepib oldigandek hissiyotlarga cho'madi. Balkim Malik, Rishad, Akbarlarning qechig'i ketgan bo'lishi mumkin, degan kichikkina bir umid chirig'i qalbini yo'rtib turardi. Shunga u shu kunila benbug'i qaytdi. Qadrdon bu shahar Toshko'rik rayonining Taxtiravon mahallasidagi bir tul xotinning shaxsiy mehmonxonasiga o'rnashdi. U atiganligi atrofdagi tummonlarning ko'cha oshxonalaridan pul qo'ymoq bilan shug'ullanish, cho'plari nozirlab turadigan guruch uni suyiqishi qatorliqlar bilan qo'rsqini pomlaydi. Qo'rsqi bak ichib ketgan kunlari yongru palmo degan tamoqni oladi. Qadrdon yongru palmo yog'otganlarga qarab uni yeyishning usulini bilib oldi. Qozonda 200 sarg'ayib pishirilgan Peter chalpakni yo'g'on yaypon qachiga tirnoqdan ushoq uvoq silib bo'lgandan keyin ustam uning ustiga ko'ktot sho'rpsidek bir nimani qo'yib beradi. Sho'rpining ichida ko'kish, o'shki go'shtlarim bor edi. Chalpak piltir bo'lg'achqa tasda hazm bo'lamdi nima? Ishqilib, oson qo'rsa qochmaydi. Qadrdon uningga medikar ishi deb nom qo'yib oldi. Mana shu medikar ishini bir yaypon qochi yalog'in Qadrdon kechgacha bolasini izlaydi. Bir ikki qatim kichik Mabi mahallasiga berib Idris modoning uyini yoshirin kuzatdi. Biroq har qatimda u uydan Malik, Rishad, Akbarlar chiqib, oldirab bir yoqlarga ketib qoladi. Lekin ularning orasida Qaysar yo'q edi. Shuningga qaraganda u xiroyin chekadigan dadisini ko'rar ko'zi yo'q ekanda. Shundaqdimi Qadrdon Qaysarni 9 kun izlab topolmadi. U Bonboning eng yiroq yezi kanatlarigacha berib so'rishdi qildi. Taksida, ba'zida uchchoqliq velosipedda, hatto motosikletning orqasiga minishib bormagan yeri qolmadi. U kechlab yoki kechida qaytib kelib, charchab ketgandan kiyim selishqimi erinib, karvatga o'zini tashlab o'tadi. U o'g'lini izlaganning 11-kuni yer osti bozorda bolalarning cho'ngi Malikni uchirtib qoldi. Malik xo'shal bo'lib ketgandan Qadrdonni quchoqlab oldi. Qadrdon uni atrofdagi oshxonalarning biriga elib kirib tomoq deb berdi. Men ketgandan keyin Idris modon sizlarni qayta hujjat yozdirmaganda. Nedikini? Yaxshini yozdirdi. Hozirmi pul topmagan deb uranda. Yo'q, urmaydi. Lekin biz sal qo'rqib qoldik. Nimadan? Ikki qatam ikki xanjo xo'jayinni akilib bizni ko'rsatdi. Ko'rsatib qana qildik. Uch xil tumonda bizni setib o'tmoqchi. Lekin ular hozirgacha bahoda kelishamay ushtaq turib qolgan bo'lishi mumkin. Malik Qadrdonga umid bilan qaradi. Qadrdon tog'a, Shinjonning bizni o'tib ketadigan soqchilar qachon keldi? Sen kimdan oldin? Londondan? O'qini? Siz Londondan dodishkansiz, ha? Shundoq. London o'zlab berdimi? Siz o'zing chiqib ketgan kechning 3-kuni u kelibdi-ku. Qaysar poyezd stansiyasida opisining va o'zining beshiga kelgan azoblik qismatlarni so'zlab, Qadrdonni ishtirib etib qechib ketgan kunning ertasi ig'ir alyotqi bilan Malikni izlab kelgan edi. Ko'chada suygul chiqsam, biri meni chaqirganda qildi, dedi Malik burnini tatib qo'yib. Qarasam, London stolining orqasida yushinib turibdi. Yeniga bosam, meni quchoqlab, yig'lab to'kilib ketdi. Malik Qaysar bilan bo'lgan kechidagi parangini qisqig'ini qilib so'zlab berdi.
Oda eşerdi yaman kördüğüne Hırvanın döndüm biriydi. Dedi Kaysar yaşlarını sürtmey. Korguna özümün döndüsüne şundak çıkıp kaldın mı? Senin dadan davatman kim o? Sordu Malik hayran bulun. Meni gangır tutup koydun ka? Neçe oynadım biri, biz bilen birigi turup gelgen Kadir'den takamçı. Kalç istep koydu Kadir'den takam. Şimdi dadanlık ya? Şimdi onun bilen işkimizde ortak taşlap koyup kaçıp ketken dadam şük ya. Endi qandaqlar deysen? Hırvan çekten adamı körsem de opamның tatkan azapları köz aldı mümkün oldu. Kaysar esadab boğulup yığılmakta idi. Bir çekim hırvanmışsın, kızını solap bergen peri ablaq bolam. Onun opamның yola başlap işkilindirdim pul izlegenlikte. Manda 4-5 yaşın devresine sıfır geçip çaygağını kalayım götürügenlikte. Opam üstüden töhmet, suikast uydurgalıkını oynasam, hırvan çeken adam çöçeklerdeki 75 yılına özladığımı yaman nimin etti. Önüzü sanğı, benimle yığılızım gelirdi, dedi Malik asmandaki yıldızlarga qaragınca. Mening dadam, opam ishkisi chekatdi. Ular bir chekim hırvanni talishib, bir-birini paltida chalib o'tgan. Opam o'zin o'lgan. Dadam doktorxonada ertasi sahar o'ldi. Bir kuni opam tushimga kirib qopti. Shu sahardan uyga bordim, dedi Kaysar yoshlarini olqindi surtib. O'ylab o'tirsam, boyam tomni yonib o'tirganicha uxlayotdi. Bu kashkuzning ochiq sovuq kunlari edi. Ongacha o'zim cho'chqida semiz bir odam turmundirni etib chiqib keldi. O'ylab to'pa, boyam kechicha ularni qo'ylab kuzatchilik qildi. Shu ishlar ko'z oldimga kelsa, barmoqlarimni tishlab qoni tiytimi. Yuzlarimni mo'rlab o'zimni qo'ydigan joy topolmay qolaman. Endi qanday qilay deysa? Men 4 yoshimdan tortib opam bilan kavobchilik qilgan. Ozroq pul topib kavobchilarga yo'llanmayman. Lekin ertaga bu yerdan ketaman. Nega borsa? Bilmayman. Rizqim nima chechilgan bo'lsa, shu yerdan ketaman. Qadirdan tamoq shirasiga jaynaklab chekisini qamonlig'icha uzun o'ltirib ketdi. Tanit qazın Malik tamoq yegan qochisini neri ittirib qo'yib Qadirdonga tasalli berdi. Qadirdon tog'a, to'lib yoram bo'lmang. Bundan hammamizning kichik bo'lgani bilan bek aqlli. Bir kunlari u sizni izlab kelishi mumkin. Ko'nglimni og'indirganingizga rahmat. Qadirdon kesal tekkan boysidek so'lishib yotqiga oraliq qaytib keldi. Yotoqda yetayotgan 3 tijoratchi yigit bugun atigandala Shanxayga mang'anlik uchun. Hozircha yotoqda Qadirdon yolg'izlik qolgan edi. O olqalariga beshini qo'yib to'g'risida qadalgan. Bir chekitga tikilib qolgan qarchiqlari hech kim ko'rolmaydigan, faqat o'ziga mansub bo'lgan narsalarni ko'rib o'tadi. Attiginay. Urumchidagi heliqi omadlik yillar bo'lib o'tganmidi? Ko'nlarning yigini oldida, yemigini kaynida degani shu kanda. Qoq monopollari, ayonkeshlari, savdogarlari, dehqon tijoratchilar uning hurmat tuhfasini qilib, go'yo olmos ko'zlik o'zakdek purlab turadi. Qayerga borsin, bola sayyan desa, hurmat va iftixor bilan tilga oladi. Qani shu omad ham ulug'lashlar. Nari yo'qoldi.
söynüp tilga elishla. Hozir ularning o'rniga nafrat almashdi. Shundoq. Nafrat. Cheksiz nafrat. Tova. Bir yaxshi niyatli odamning odimiy hayvonga o'zgarishi birdamlik ishgina. Albatta. Niyat xolis bo'lmasa, pok diyonat, pokiz iymon dilni yo'ritmasa, Xudo har qachon, har zaman uning qishida hozir nozir ekan. Xuddi Odam alayhissalom buğdaydan bir tilim yapsilib jannatni bulg'aganda, Alloh uni bir irg'itib tashlash bilan Havvo onamdan 40 yil ayirayotgandek. Bir odamning taqdiri Tangri qismat oldida toshga tashlagan chelidakli bir ish ekan. Qadrdan Allah ato qilgan shu baxt omadlarning qadriga yetmadi. Iblisning o'zi bilan mengib, vaydin do'zax azobini o'zi tanlab oldi. Lillogatni qilganda baxt va omad uningga so'q keldi. Uning tanlagan yo'li uni udul azob dengiziga elib kirdi. Guangzhouga 2 qitim kirish bilan u nima kunlarni ko'rmadi. Tutilib qolganda Axtar Nisa odatlangan hunari bilan uni qutqizib olib chiqdi. Beijing Kun sarayidagi qo'rqinchli kechmishlar hali ham uning ko'z oldida turibdi. Har kuni degidek hojatxonada ketib kelayotgan Uyg'ur yigitlari. Hafta 10 kunlab muz ostida yotgan jasadlar. Ularning badbo'y puroqlari. Tar go'r og'ziga patmagan jasadlarning maydasiga dastlab turib kirgizishlar. Zahar tashlash o'rinlarida qolgan xiyollari. O'rta Osiyo shaharlarida bulanchilar qo'ldan omon qilishlar. Xotanniki 2 qatim tutilib ketishlar. Kunning ro'yida oltin uchburjakda qo'rqish, andishi ichida o'tgan kunlar. Anxuy Dongbodagi Idris Modon bilan bo'lgan elishlar. Oxirida 9 yoshli o'g'lining zahardek til haqoratlari. Qadrdan bo'lib o'tgan ishlarni o'ylasa, o'zini rostilla 100 yoshga kirgandek his qiladi. To'g'ri. Eliqi kumush chachli farishta ana azoblarning qish kechisidek uzun bo'lar. Nadomatga to'lgan kechmishlaring bir qarnaga yetib borar. Qisqasi 30 yoshga kirmay turib 100 yillik qabohatlik qismatlar beshingga kelar demagan edi. Darvaqa qadrdonning baxt omati tush vaqtidagi daraxt soyisidek qisqa bo'ldi. Ammo azoblari birining orqasidan biri uningga degidek orom bermadi. Xudo, ben charchabdim. O'zga holimga ketibdim. Endi bo'ldi qilay. Qadrdonning ko'z quyruqlaridan to'kilgan yoshlar quloqlaridan saqib yostiqqa tammoqda edi. Ras. Uning bir umr tirmishib erishgandan yo'qotgani ko'p bo'ldi. Foydasidan ziyni chiqgan. Nurg'un uy besat, mashina, millionlab pullarga to'zg'ishdek to'zib ketdi. Ammo uning yurak bag'rini xun qilayotgan jarohatlar ko'ngilga tog'liq ishlar edi. 14 yoshida balaliq bo'stonlarga gul chechaklar chashgan o'moq qiz Madina Turkiyaga ketib qoldi. Uning yurakdagi zedisi saqaygan bo'lsa-mu, deri unutilmadi. Cho'q, tinch kulkunlari, bahmi tatlı xuluqlari, qayrilib ko'zlardagi qon asinishlari odamning jinini elib yenida qo'ydigan suv oymo 7-8 oylik bolasini edi. Xushmi deb qo'ymay ketib qoldi. Hay tarixa. Eliqi Babuni gülüdek mulayim kız mihribanca. Bununla kemsiz, nazik, hayalık, akgönül kızın bu fani alemde yeni bir bağımıdır. Bozumu bola.
Ama mehribon qizdek sabr toqatli, eriga kuyundigan, vujudidagi Alloh ato qilgan mehr muhabbat sharbatlarini eriga atgan bundoq notuvon miskinni kunduzi chiroq yiqibni topqili bo'lmas. Endi dunyoda birdan-bir tiyindigan, balığı köye yüreke bir parça kavutqa aylangan qadrdonning o'g'liga bo'lgan mehr shafqatlari bir xudoga ayandir. Qadrdon alqonlarda ko'zlarini to'sib, o'ng selib yig'layapti. Xudo, gunohlarim o'zingga ayon. Bana bergen cezalarım özünde ayan. Beni bunda kalkşan oğlumda öldürüp kılığı verme. Ununsuz taptalarım ağzıma. Özümüze insaf atakım. O korkup gelip bağrımdaki bağlarını göğsü. Ben onun için kan tiyinle yıkladım. Azap ötünü öğürtendi. Benim yürek bağrım. Onun için xuddi parvoz to'rig'indek kes tinib ketdi. Bas. Qadrdonga kichkina o'g'lining til ahonati addasiz o'tib ketdi. Bo'libmi, qadrdon poyezd stansiyasida o'g'li bilan mo'lashganda Qaysarning dadam degan munofiq xiroyin chekatdi. Xiroyin chekishlarni bo'g'izlab o't kuydirib o'ltirgim keladi. Xiroyin chekishlarga bo'lgan o'chmanliklarim qon qonimga singib, yuragimga o'g'idek urib qoldi. Ah xudo, xiroyin chekadigan bir ablahning bolasi ekanman. Qabohatlik tunguzning pushti ekanman degan so'zlari har qanday o'zini odam sanaydigan, g'ururlik erkakning jinini sirqitadigan iboralar edi. Shundaqdimi Qaysarning deganlari vijdonlik insonning xitobi bo'lib, har qanday g'ururlik odam uni ayblashga asos topolmaydi. U haqiqatni qadrdonning o'zini e'tirof qiladi. Yana bir tarafdan ismning ochiqini mo'r bilar degandek Qaysar go'dakchig'idan boshlabla onasining ham o'zining tortgan baloyi battarlari xiroyin chekishlar tarafidan kelgan edi. Endi qadrdon qanday qilish kerak? Ota-ona, jamiyat, urug' tuqqan, davlat, hatto butun insoniyat ayblashdan sirt ashu kichikgina o'g'limi kechirmayvasa, agar o'g'lini topgan yoki u o'zi qaytib kelgan taqdirdami dadasining yanada xiroyin oshnasi ekanligini bilib qolsa, u uyda turami? Boyashat oila muhiti, o'qish fursatini ko'zga ko'rinmagan Qaysar yanada dadasini tashlab ketmasmi? Bo'ldi bas. Qadrdon Shinjonga qaytish kerak. U jamoat xavfsizlik nazoratidagi ukisi Abdurahmonning qishig'i berib, uningdan tashlash haqida maslahat oldi. Bu qatam u tashlash jarayonida xumor azobiga chidamay o'lib ketsa-mu, hayotiga hargiz echinmaydi. Chunki xiroyin chekib butun dunyoning nafratiga sazovor bo'lsa, ishga g'ulash yer tegidan o'rin tutgan nun afzal. Qadrdon atsi oddiyning safar sumkasini ko'tarib poyezd stansiyasiga kelishi. Bungu shaharlik soqchi idorasining bir minibus mashinasi kishpalampaylar ostida to'xtadi. Uningdan qo'rallangan Xanzu Uyg'ur soqchilaridan 4 kishi tushib, qo'liga ko'zi silingan Idris modulni yog'lab etmoqdi. Uning orqasidan bir soqchi Malik, Reshad, Akbarlarning qo'llaridan yetlab poyezd stansiyasi kutib olish zaliga kirib ketdi. Aslida qadrdon bu qatim Urumchiga beribla birinchi bo'lib qilmoqchi bo'lgan ishi soqchi idorasiga kirish edi. Mana hozir u xuddi hardiga chiqqandek yenib tin oldi. 39-bob. Urumchi poyezd stansiyasidan taksi bilan kelgan qadrdon mashinadan tushibla
musofirlar mehmonxonasini ko'ranmadi. Uning 5 qavatlik mehmonxona binosi, oshxona, suvxona, mashinalar rat-rat tizilib ketadigan cho'ng qo'risi ko'rinmaydi. Uning o'rnida chambarsimon gulliklar, ta'tir so'gat, chinar, archa, armudun, sarvu ko'chatlari o'sin qo'shgan. Taraf-tarafda purkilayotgan sola ko'p-ko'p chimliqlarni yoltirtayotgan ajoyib ko'rkam bir bo'stonliq opridi bo'lgan edi. Shahar ko'katish idorasidan echilgan gullarni ko'chirayotgachkim. Rangarang gullar höppidi echilib, dimog'larga atir hidi urilib turardi. Bir yillar qadrdan bir atom bombasi tushib, mushu binoni yer yuzidan yo'q qilayotgan bo'lsa deb armon qilgan edi. Uning tiliki amalga oshib, musofirlar mehmonxonasi xalq aram edi. Hordiq chiqadigan bog'chaga aylangan edi. Texe, O'smarxon jannat ne'matlari oshxonasining o'rnini ko'cha sarliqqa aylanib, ko'p-ko'p chimliqlar ara yop-yeshil shadi o'rindiqlar ko'zga cheliqib turibdi. Qadrdan atrofni tomosha qilg'ash do'stlik bozoriga bordi. U ancha ko'p izlamaydi. Kozimning kavobxonasini tepib oldi. Lekin xo'jayinni to'nyanlig'ini tasliq qildi. Kozim qop-qora burut va bo'dak soqol quvvagan edi. Usta, qo'rsoqbek echib ketdi. Amonlik qilib bo'ladimi? Bizda qo'rsoq ochganning to'g'risi bor. Qadrdonning gapiga masligi kelgan Kozim bo'dak soqol lappida qarabla chekchiyib qoldi va shu zamatla kavobdandan aylanib o'tib qadrdonni quchoqlab oldi. Voy, ukaboy, sen zodi bu dunyoda bormi zodi? Kozim qadrdonning do'lisidan ittirib shira oldiga ep keldi. Qani o'tir. Xudo, qaniqqani damlab chayakla. Eliqdan gapini qilib berdigan bola saygigan keldi. Beshini nepiz ro'molda chekilib tengilgan buğday o'ng, qonşarliq, chekir ko'zlari o'ynab turadigan 30 yoshlardagi cho'kan, chaynak va piyola ko'tarib yetib keldi. U qiziq choydan bir piyola qo'yib, ishkash turun sizga kavob basay deb qo'yib ketib qoldi. Kazimka, ajab elixoning taranchilaridek gaplaring karton-kortonli bo'lib ketibdi, dedi qadrdan choydan o'tlab qo'yib. Yangimiz g'uljilik o'xshamanda? Balli. Sendek ho'shyor juma. G'uljilik bo'lgandimi? Elixoning kindiga Baytulloh oldidan degan, ha? Kozim ko'zini qisib qo'ydi. 2 yilning oldida yangangga ko'zim tushib qoldi demamsa. O tekashdak so'zlamay, bizdek cho'run so'zlamasan tegmayman deb sog'an to'ylig'i shu bo'ldi qara. Qanday qilaman? Ko'ngil degan shunday saranimika. So'zlashni o'rgandi. Xeli yerlarga bo'yning egilmaydigan. Ajab yangimizning sizg'an sig'idan chiqolmaydigan bu qapsina. Hoy, xotellik deydi. To'la bizning odamning ko'tiga o't qo'ymang, ha? O't qo'yganimiz bilanmi tutashmaydi, dedi sho'x-cho'qin kavobga zari chechib etib. U yoqdan kelib, bu yoqdan o't kush tavaqini ko'raymi? Acha, etimiz nima? Acha demay, hada dana. Men uylanib ketgan barangning ochisi bo'lmagandan keyin ma'qul, hada. Qadrdon kulib etdi. Sizni Xotanpadisda Oshixon, To'xtixon, Hamshuvaxon deb chaqiramdiq yoki Johar dedi, Rayhon dedi, Lahal dedi demdiq. O'sh, qo'yma unda xonlaringizni. Qani, og'zingizni to'ldirib, gumor deb bekmi? Qochitimiz kelamdiki. Hay, g'ar, sen o'zi varqirdi Kozim. Qadrdon u yoqdan kip bo'g'icha, bu yoqdan gap bilan
To'yimiz aytamiz, ha? Kazim, siz to'li gapini qilib bergachga azroq chiqishib qo'ydin. Shay ko'rgan odam hamning tushunadi, shundaqmi? Qadrdon, dedi Kazim chinisini qo'liga olib. Yura, do'kon ichiga kirib ketaylik. Sirtda o'tirsak, xaridor ko'p. Azob gaplashib bo'lmaydi. Kazim bilan Qadrdon chaynak, chinillarni ko'tarib do'konga kirib ketdi. Ular deriz to'yidagi shiraga kelib o'tirishdi. Kazim chinalarga qaytadan choy qo'ydi. Shu asnoda u derizdan sirtni ishora qildi. Qadrdon, o odam to'ldimi? Bilimning xazinasi. Qadrdon cho'chib ketdi. To'xtadi. Qadrdonning ko'z oldiga birdilla 10 necha yillar ilgarki meyib bola Ismoil keldi. To'xtadi, ana shunda yeri yiqilib tushdigandek qo'llari arvon sarvon, galdun guldun mang'atdi. Ko'zlari oliyib, uch qog'in og'zidan to'xtamay so'zlib tushayotgan so'lgaylari burun maydonlarini ho'l qilayotgan edi. O nimadir bir narsani yemoqchi bo'lgandek, qutdek midirlab turgan barmoqlarini og'ziga yaqin elib keladi. Lekin enoqlardagi so'lgaylarni yuzlariga suv etadi. Kazimka, Qadrdon o'rnidan turdi. Bu odam yaxshi yomon bo'lsin, menga ota bo'lgan. Yanchiqqa bir necha yuz so'm sep qo'ysam, xashlayalamu? Bo'lmaydi. Pulni bersang, chaynab yutadi. Kazim Qadrdonning mursidan besib o'tirg'izdi. O qo'rshiq ochsalar mening do'konimga keladi. Men varqirab yurib, bir necha ziq kavob bilan non yegizaman. Undaqda u nega yetib qopdi? Azirma. Hukumat O'smarxon jannat ne'matlari oshxonasi bilan orqa qo'roni nurg'un pulga sotib olib, aholi komitetiga topshirdi. Maxsus bir odam Abaqto'tining holidan xabar oldi. Göher birleganda kavob bilan yumshoq non olib keldi. Ular choylarni qayta yangishlab kavobga tutish qilg'ach parang'i tushdi. Kazimka, O'smarxon Abaqto'tini oxir tashlab ketibdi-da. Hey, undaq desang, O'smarxonga o'g'il qilgan bo'lsa, Kazimning talabbuzi jiddiy edi. O'smarxonni hukumat qo'lga oldi. Qadrdonning ko'ngli bir qismi bo'lib qoldi. Qachon? 3-4 oy bo'lib qoldi. Tehe, hukm chiqamadi. Kazim beshini chayqadi. O'smarxonni soqchilar qo'liga qo'yishib etmaganda, o qarindoshlar, birodarlar, oshxona, qo'rijoylarning hammasi Abaqto'tiga mansub. Qaysinglar satsanglar, Abaqto'tini asrab beqilinglar. Uning mendan o'ziga iymoti yo'q, xorliq, zorliq tatib qolmasin deb baqirdi. Qadrdon hiyla degan gapiga hijri bo'lib qizirib ketdi. Odam degan ajoyib murakkab nima ekan? Ular tandurus va bahuzur rohatda yashaganlarda ishmishdak bir-biriga xiris qilib o'tishmaganmidi? Ularning ishbog'ini yerib ko'simi, bir-biriga bo'lgan mehr shafqat zarralarini topqili bo'lmaydi. Chiroylardimi xuddi qiniqmas kushandilardek ifoda yelinjab turadi. Hey dardang ay. Odamlarga oldirib baho berma. Bu sening sopasizliging, nodonliging, aql idrokining pishmag'anligidir. O'smarxonni kimni oshundoq himmatdan eg'iz ochar deb o'ylagan. Odamning ichki dunyosi davomat o'zgarib, parchalanib turadi. Parchalangan ruhiyatlari yaxshilik ham yomonlik bo'lib shakllanadi. Odam tabiatini murakkab ikki yoqlama xarakterga aylantiradi.
yaxshi abadil abad yaxshi bo'ladi, yomonmi mangu yomon bo'ladi degichiladin. Undaqda sen qandoq deb so'rasan? Agar uningda tarixdek aql bo'lgan taqdirda, uning yuzi qizaradi. Shundoq nuqsonsiz inson bo'lmaydi. Qadrdon, esingdimi? Kazim chinillarga choy qo'ydi. G'ayratjonda Abay Gittar, İdris Modona bilan davomli oshxonamizga kiradigan Ayson Xinanjir degan oq seriq bir yigit bo'ladigan. Esimda. Qadrdon yuragi jirliqib qoldi. Uni nima bo'pti? Uni soqchilar chigirdan tutib ketdi. Qadrdon qiziq choyni to'lab ichgach, bir chekitga tikilib qoldi. O'z vaqtida doim muomala qilishib, yaxshi bo'lsin, yomon bo'lsin, oki ini deyishib o'tishgan haqiqatan yalandan asosiy jihatdan qolmabdi. Bir mezgil boyliqqa ko'milib, to'qliqdan sho'xlik qilgan millioner boylardan Obixon Lompa, Zohir Lompa, Bari Lompa aka-ukalar Xroindan bir yil ichida hammasi ilgir oxir u dunyoga ketib qolishdi. Zuhur Basiya bo'lsa etildi. Asad Arva binodan o'zini tashlab o'lib oldi. G'ayratjonda Abay Gittar naq maydonda o'q yeb o'ldi. Xolmat Qorin, Tursun Kalla, Ayson Xinanjirlar tutildi. Matturg'un Chilim bilan Nurodil Panoq Beyjonda g'oyib bo'ldi. Faqat halol yashab kelganlardan Elimjon Avoq, Nurmat Pakar, Kazimda Elimi tirikchiligini qilib yashayotdi. Texi Yoqub hojimning karvon to'shish, yo'tkash atirti kengayib, 170 mashinlik cho'ng kolonga aylandi. Bu kolon qog'iliq, poskam va yakanlarga o'rlashgan bo'lib, ular xom nefit, ximiy o'g'it ham simut zavodlarining to'shish, yo'tkash, tarqitish vazifalarini o'ziga olgan. Qadrdon, chet el ishkirlarda ko'p yurib ketding-a? Dedi Kazim nasihat talaffuzda. Xotin bolalarimdan ayrildi. Endi qanday qilay deysa? Men bu qatam Xroinni qat'iy tashlash irodasi keldi. Undan keyin yurtimga berib, biror kasb yoki tijorat bilan shug'ullanaman. Obdan o'ylabsa. Yurtim bo'lsin yoki Urumchi bo'lsin, to'g'ri kasb bilan shug'ullansan, yana sening qadr qimmating bo'ladi. Ular Anxuy Bongbudiq qechib ketgan Qaysar haqida birdan mulohiza qilishgandan keyin o'rinlardan turib do'kondan chiqishdi. Qaysi mehmonxonaga tushding? Mehmonxona bog'ida bo'lmadi, dedi Qadrdon tamkin holda. O'smarxon hozir qaysi turmida? Birinchi turmida. Nima so'rab qoldingmi? Yo'qlab olmoqchiman. Ajab yaxshi o'ylabsa. Men og'zimdan chiqarmay turibdim. Mana bir mezgil ona bo'lgan bo'lsa, Qadrdon ig'ir tindi. Agar yo'qlamasam, sul onamning ruhi qo'rinib qolar. Hamma ishni pishibsan uka. Kazim Qadrdonning murisiga urib qo'ydi. Bundan keyin meni yo'qlab turishni unutib qolmadingmi? Qadrdon shu kuni tushgacha har xil yal yemish, konserva, sut parashok, tatlı turumlarni xelil mo'l elib birinchi turmiga bordi. U rasmiyat bejarish o'rnida qiynanam deb jadval to'shtirdi. Ondan uni ko'rishtirish uyiga elib kirdi. Oradan 10 necha minut o'tganda mahbuslar kiyindirilgan O'smarxonni ikki soqchi yolib akilib aynak tuz qiyindagi o'rindiqqa o'ltirg'izib qo'ydi. U Qadrdonni ko'ribla qopoqlarini mejida turdi. Sanmiding deb qo'ydi. Lekin u bu gapni telefonda demagachga Qadrdon anglayolmay telefon trubkasini qo'liga oldi.
Apa, obdan turdulma. Qadirdan muloyimlik bilan gap boshladi. Men ishlarda bo'lg'achqa vaqtida yo'qlab kelamadim. Bo'ldi. Nurg'un qilma. Turibkida O'smarixonning ovozi yangradi. Bu yerga nima deb kelding? Meni masxara qilama. Apa, turmushdan qiynalib yurma. Menga desizlar, darhol yetkazib berma. Bilaman, sen shovchining olqining kangri, mard bo'lsa. Shunga sul oy qanjoq sana oshiqi beqaror bo'lib qolgan. Apa, salomatliklari yaxshi-da. O'zlarini ko'proq asrasizlar. Gapimga qo'shsam, ay o'g'ri. O, hayajondan hozirdi. Sul oyning qadrsiga shuncha ko'p pul xashlab, mechitning xutbasida qilib yetibsa. Bular meni atmoqchi. Men o'lsam, qabrimni shunda qila olasanmi? Men hammaning ko'ziga ko'rinib tug'inba. Yo'q. Yo'q deysan-ku, hay pasanda. Mendek o'limni kutayotgan onam buni adolat qilamsa? Undaq emas, apa. Sizlarni texnik ko'p odamlarning tilishini qarg'ishni xohlamayman. Qabrlarni cho'qchaytib qo'ysam, bizning nurg'un qiz yigitlarimizni nobud qilgan deb qabrlariga hamma kishi tupurib olsa, men o'g'illari ne bo'lib ketaman? To'la hiylagarlik qilma. Dunyoda yaxshi odamlar yodlanib, yomon odamlar unutilib ketmaydi. Yaxshini yaxshi deb yod etsa, yomonni yomon deb tilga ilishidi. Har ikkisi o'xshashlar askar ish-ku. O'smarxon yig'ir hosirdi. Dunyoda hamma odam yaxshi bo'lib ketsa, jannatdan to'shib ketib, qolganni do'zaxga boshlandim. Bizdek do'zaxni adolat qildiganlarni bo'lish kerak-ku. Tegina qani. Qabrimni qanday yasatmoqchi? Qabrlarni tuproq qilib, haq bilmagidek tuzli yutib, qabrdan yig'lab soldi. Sizlarning bu dunyoga kelgan kambiganlarni hech kim bilmayli qolsin. Hem tuzli unutilib ketsin. Yaşap ketme şirk. Mana endi erkektek yetilipse. Men xotin haq neyim dese, hoş-hoşlab turdigan nomzalli erlarni yomon ko'raman. O'smarxon xir-xir kuldi. Qarasam, gaplarimni santingga olmay gap qilyapsa, jonlarim so'yib ketdi. Mana endi sul oyning eriga o'xshadi. Apa, unutib qolib tasqabdimi? Nima uchundir qadrdonning ichi ochiq bo'lib qoldi. Aboq to'xtadimga aholi ko'misidan maxsus odam qaravotidi. Turmushi yaxshi o'rlashtirildi. Murattab. Terginoda acaba bir dishvachlik qoldim-ku. O'smarxonning yerini yod etib yig'lishi qadrdonning o'pkisini o'rib, ko'zlariga yosh yamashdi. O telefon turibkisida "Apa, sabr qilsa" degan tasallini bir qancha qatim takrorladi. Qadrdon ko'rishish uydan qaytib chiqibla yig'ladi. Agar O'smarxonning boshqa erkak bo'lgan taqdirda beshiga kelgan fojialik qismatlar azobiga chidayolmas edi. O bir jup qizi Axtarniso bilan Zuloydin ayrildi. Ismoil Boldurni tashlab ketdi. Bir tali tavarruk o'g'li Asad yosh emasmidi? Uni
onasini yolg'iz qoldirib Boqiga rahlat qildi. Yaxshi bo'lsin yoki yomon bo'lsin, yoshlik chog'larining yordamchisi, bolalarning dadisi bo'lgan aboqtoqda elishib qoldi. Tova. Ölümden ölümü kütmek azap. Xudoyim, bu ayolning beyni do'zaxning kuldan olgan bo'g'aydimi? Qara. Hamma sir asrorlardir. Dilkashlardir. Mo'nboshlardir. Yurak parlardan ayrilgan bu mazlumning dar oldida yanada hech nima bo'lmagandek. Burunqi ochiq tili yana bor. Yuz xotir qilmaydigan mijozi shu beti. O'z so'zligi o'zgarmagan. Qadrdon, kechga yaqin ruhsiz holda jamoat xavfsizlik nazoratiga bordi. O xabarlashish bo'limiga kirib, enisi Abdurahmonni izlaydiganligini dedi. Ular qo'l telefoni orqali birdan bir aloqalashib, uningga Xotandan akam keldi deb xabar qildi. Qadrdon, xabarlashish bo'limida birdan o'tirishi, soqchi formallari bilan texmi tambal, egiz bo'lib ketgan Abdurahmon kirib keldi. O akisi bilan quchoqlashib ko'rishgandan keyin Qadrdonni kesik bozorga opirib qo'rshiqni to'yg'izdi. Ondan oiliklar qo'risiga kirib 5-korpus 4-qavatdagi 2 eg'izliq chaqqong'ini uyga boshlab keldi. Abdurahmon soqchi formallarini seriyetib, choydondagi tayyor qaynoq suv bilan choy damladi. Ondan aynak shiraga tatliq turumlarni tizib qo'ydi. Qani choychi, usapı qolgansa, dedi Abdurahmon yumshoq bo'lkani ushtirib etdi. Shuncha yillardan beri meni izlabmi qo'ymagan odam, ajab bu qator meni aslab qolsan-ku. To'la sesiq gapni qilavermay. Odamdek avval hol so'ra, uqdingmi? Qadrdonning kayfi chilish edi. Bo'sig'onga dastlab bo'g'icha soqchilig'ini pesh qilmay. Voy, bo'ldi. Xafa bo'lma aka. Abdurahmon qizdirib ketdi. Aqini dapaqa. Meni yo'qlab keldingmi yoki biror hojating bormi? Bu qatam cho'ngroq hojat bilan keldi. Qadrdon birdan jim turib oldi. Zode, Xiroyimni uzun kesil tashlag'ili bo'ladigan bir amalni qildi. Mushchoq chikotamsan? Abdurahmon ochiqida eg'ir tindi. Kesinch tashlamadingmi? Yo'q, tashlamadim. Shunga bir amalni qilamikan deb sening qishingga kelishim. Amalig'i bor. Lekin chidayolmasammi-ki? Meni chidayolmaydiganligimni nereden bilasan? Xotanda putqulini bog'lab, nima ishlarni qilmagan? O'g'lisam, Bejingda zahar tashlash o'rnida yetib chiqibsa, nima uchun tashlamadi? Ko'tong chidimida shundaqmi? Bu qatim chidayman. Endi chidimsanmi chidaysa? Oldingi o'z oyog'ing bilan keldingmi? Men endi seni o'zim opirib beraman. Nega opirib bersa? Oqtuman majburiy zahar tashlash o'rniga. Nega u ya? To'rt tog'ning o'rtasida. Abdurahmonning bir dilli qapqi turilib, aksiga qo'lini chiltadi. Elimi yaxshi. Xolmat qarim atkaschi guruhidan vaqtida oyog'ini tartibsa, bo'lmasa sening jajang bir pay o'qdi. Sen nima bilasan? Qadrdonning chiroyi tatirib ketdi. Sana bir kim dedimi? Turg'un shirin bilan Nurozul Panohni Beyjonda so'ra qilgan, uqdingmi? Abdurahmon Beyjing jamoat xavfsizlik universitetini bitirdigan yili ularni praktika asosida jinoyatchilarni so'roq qilish naq maydonlariga qatnashtirdi. Undan boshqa Beyjing soqchi doiralari Uyg'ur jinoyatchilarini so'roq qilganda
tarjimonlik uchun Jefri universitetining yuqori yillik o'quvchilarini taklif qiladi. Bir qatam kundan kelgan aeroplan Beijing aerodromiga tushish bilan soqchilar ishga gumonliq odam tutib oldi. Ular 35-36 yoshlar chamasida bo'lib, xotin shivsiz so'zlaydi. Shundoqla har ikkilisi Xanzu tilini bilmaydi. Ularning birining ismi Matrug'un Shirin, yana birining Nuradil Panoq edi. Soqchi yo'ldosh, dedi Matrug'un Shirin Abdurahmonga yeldi. So'mkimizdan, yanchiqimizdan yangining so'niqdek bir nima chiqmadayna. Bizni qo'yib bergan bo'lsanglar. Matrug'un Shirinning gapini olgan jinoyatchilar soqchi atratining muavin boshlig'i Li Shuvo meyqida ochiqqina kulib qo'ydi. Undaq bo'lsa, dedi Li muavin boshliq. İşkanlar qo'linglarni kerib, o'tirib ko'p sharkisidan yuzni qilinglar. Anda masalani qo'yib o'tay. Qishaq qildik ayna, dedi Nuradil Panoq harakatni boshlab. 1, 2, 3, 4. Limon boshliq Abdurahmon hayron bo'lib so'radi. So'raganda ularni tanarkat o'yintib yuricha qo'yarsak bo'lmadi. Savqmaysa. Li boshliq o'llik gap qildi. Bularning oshqozonida xiroyin bor. Ular o'ltirib qopgan sira oshqozon bir kengayib, bir torayib, chaplug'ish yeshilib ketdimi? Xiroyin oshqozoniga chiqib ketib o'ladi. Buni ularga o'zining gapi qilib depagi. Ey! Sizlar sanab, ellikka borganda o'lisizlar. Shuni bilmadinglarmi? Dedi Abdurahmon ochiq bilan. O'tirib qopgan sira oshqozonlar bir kengayib, bir torayib, chaplug'ish yeshilib ketdimi? Xiroyin oshqozonlarni zaharlab yerib o'tadi. Abdurahmonning gapini olgan Matrug'un Shirin bilan Nuradil Panoq harakatni darhol to'xtatib bir-biriga qarashdi. Chunki ular ikki tal kamput yeshilib ketganligi uchun Dilmurat Makashning o'lib ketganligini asirga ilishgan edi. Harakatni davomlashtirmay to'xtab qolinglar. Li boshliqning talabbuzi qattiq edi. Qani, endi 28 kelinglar. Qani. Matrug'un Shirin bilan Nuradil Panoq bir-biriga qarashib, xili bir vaqtcha turgandan keyin varridi yig'lab etdi. Boshliq, qo'shiqimizda nima bo'ldi? Qadrdon chekisini o'g'ilg'inicha o'ltirib ketdi. Ayson Xinanjirning Aşı turğul yüreklerinin paş kılıçtın bizle moşundaq küllerge kaldıqıq degen söze kulaq döyde ek sada bergendek boldu. Doğru arqılıq ulanın qorsudaki xıroyini düşürüp alğandan keyin, dedi Abdurahman sözünü davamlaştırıp. Ulanı qayt so'raqığınımızda Xolmat Qarin, G'ayratjondu, Abay Yittar, Ayson Xinanjar, Tursun Kalla, Dilmurat Makash, Matrug'un Shirin, Nuradil Panoqlardan tarkib topgan xıroyin atkazchilar guruhi oshkorlandi. Ammo sening isming chiqish bilan o'tgan og'zimga tiqilib, qiqilib ketganimni bilmay qoldi. Nima? Mening ismimni chiqdimi? Shundoq bo'lmaychi. Nuradil Panoqni ayirib so'raqligimizda u hech nimani qo'ymay pash qildi. Atkazchilar guruhidagi odamlarni to'liq pash qil. Varqirdi Limon boshliq. Agar birarni yo'shirsan, gunohingni texmi o'zing turolsa. To'g'ri. Bizda Qadrdon degan bir yosh bola bor edi. Nuradil to'g'risiga qarab qo'ydi. Uni Xolmat Qarinda 60 ming so'm puli bor ekan.
Qarımızı vermek tez kelganmi? 60 ming so'm pulini 10 hassa ko'paytib beraman deb Qadrdonni aldab ep ketdiki. Lekin u bola Guangzhouga kelganda men bunda qonunsiz ishlarga qatnashmayman deb 60 ming so'm pul ep ketib qolgan. Metroning deyishicha, Xolmat qaram Qadrdonni e'tiborlab oltin ishbirjakka billa ep ketdik og'a. Shundaqligi rost. Ammo u chaqda hammamiz bu ishni boshqa tahlil qilgan. Masalan qanday? Qadrdon savdo ishlariga pishiq, epi bor, aqlli, usul choralari ko'p bola bo'lg'achqa, uni qarim yeniga tortib, o'ziga yordamchi qilmoqchi bo'lgan. Murodul Panoq usab ketdim degashga. Soqchi uningga bir istiqon suv kelib berdi. Lekin Qadrdon uning qilayotgan ishlarini ko'rib, darhol qarshi chiqqan. Shunga u burilib ketib qoldi. Yana deydiganlarim bormi? Endi men deydiganlarimning hammasini dedim. Faqat qolmadi. Yani yo'shirganlaring bo'lsa-chi? Hudda yo'shirmadim. Men vicdanim bilan gap qilyapman. Bilq shirkatida ovozga olinib, Bilq to'rda anglatilayotgan Uyg'ur yozuvchisi Jaloliddin Bahramning Xinjiang xalq nashriyati tarafidan nashr qilingan Omad va Ofat nomli romanini bugun musharga anglatdik. Davomini atidagi anglitishimizda davomli anlatamiz. Bu roman Xinjiangning har qaysi joylaridagi Xinhua kitobxonalarida sotildi. Do'stlarning setib olib, saqlab qo'yishni tavsiya qilamiz.